Dollar narxi qanaqa o'zgaradi dunyoda? Uzoq muddatli strategiyada remolash stavkasini tushirmaydi. Bu ozgina tushirishi mumkin hozir. Qarzdan qutulib olishgan? Shuning uchun ham investorlar reaksiya ko'rsatdi. Birdaniga mana dollarning qadrli bo'lib qoldi ozgina. Mana hatto bu o'zimizning bozorda ham sezildi, mana kurs ko'tarildi. Mana shu oxirgi 10 kun ichida bo'layotgan voqealarni bu bir konspirologik tushuntirish emas, bu haqiqiy fakt bo'yicha tushuntirish. Dollarning o'sishi unchalik bo'lmasa ham, refinansiya qisqa muddatda tushsa ham, lekin qisqa muddatda tushgandan keyin dollar ham tushadi-ku. Tushmaydimi? Remollash stavkasini ozgina tashlasa, dollarning qadri ozgina tushishi mumkin, lekin katta tashlash bo'lmaydi. Bu Trump talab qilayotgan 0 bo'lmaydi hech qachon. Trump talab qilayotgan 0.25 bo'lmaydi. Ozgina bir foizlar, mana tomoshabinlar eslab qolsin. Qandaydir bir foizlar tortishi mumkin.